Barcha o'qituvchilar yozgi kanikulda dam olsa ham, ingliz tili o'qituvchilari menimcha dam olmaydi. Men ham har kuni bismillah deb soat 7 dan 12 gacha chet bir qishloqdagi o'quv markazida darslarimni o'taman-da, uyga kelib darrov uy ishlarimga sho'ng'iyman. Chunki har kuni kechqurun soat 5 dan 8 gacha uyda repetitorligimni davom ettiraman. Ungacha esa mana shunaqa yumushlarimni bajarib olaman. Tozalash ishlari hovli uyda hech ham tugamaydi deb o'ylayman. Ayniqsa qishloq joylarda. Chunki atrof daladan har kuni chang kirib kelaveradi. Yangi kelin paytimda ishlarimni to'g'ri taqsimlay olmay, oyijonimdan ko'p so'kish eshitardim. Tashqarilarni yig'ishtirsam, ichkari uylar qolib ketardi. Pollarni artsam, oynalaru changlar qolardi. Eplay olmasam kerak derdim. Xafa bo'lardim, yig'lardim, lekin baribir harakat qilishim kerak deb o'zimga motivatsiya berardim. Mana shunaqa ko'zni quvnatadigan tozalash ishlarini qilib bo'lgach, ovqatga o'taman. Mana shu joyda uyimiz ichida o'tgan arig'imni maqtamasam bo'lmaydi. Bu ariq tanijonimning rohati. Bugun oyijonim kechki ovqatga chuchvara zakaz qilgandi. Xo'p bo'ladi deb tozalash ishlarimni tugatgach, chuchvaraga o'tib ketdim. Chuchvara qilayotib, polfabrikat chuchvaradan foydalanaman. Deyarli o'zim chuchvara tugmayman. Uydagilarga ham bu ma'qul keladi. Polfabrikatlardan faqat chuchvaradan foydalanaman. Somsa va boshqa mahsulotlardan foydalanmayman. Sizchi? Siz qanday polfabrikat mahsulotlaridan foydalanasiz? Polfabrikat chuchvara sizga yoqadimi?